Mu'minga mu'minning moli va joni harom bo'lganidek, uning obro'sini to'kish ham haromdir. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam udolashu hajidagi xutbalarda buni alohida ta'kidlab bunday deganlar: albatta qoningiz, molingiz va obro'yingiz bir-biringizga haromdir. Shu oyda, shu shaharda ushbu Arafa kunining hurmatini saqlagandek, ularning ham hurmatini saqlang. Imom Buxoriy rivoyati. Demak, birovning molini zulm bilan yeyish qanchalar yomon bo'lsa, uning obro'siga tajovuz qilish ham shunchalar qabih ishlar qatoriga kirar ekan. Jamiyatda notinchlik sabablari yuzaga chiqishiga beparvo bo'lgan ummat qanday ham badbaxt. G'iybatchiga quloq solib, uning gunohiga sherik bo'lishdan saqlanaylik. G'iybatini joyida to'xtatib, tartibga chaqirib qo'yaylik. Orasida maqtalgan xulqlar yoyilgan ummat qanday ham baxtli. Barchamizga yaxshi xulq sohibi bo'lish nasib etsin.